Joriy yilning 3-6 avgust kunlari Samarqand shahrida yoshlar forumi ilk bor o'tkazildi. Men ham shaxsan o'zim ham Namangan viloyati jamoasi nomidan ishtirok etdim. Bu forum birinchi marta tashkil etilishiga qaramasdan juda ham ko'tarinki ruhda tashkil etilgan. Shaxsan men o'zim jamoamiz ham ko'p tajriba almashdik. Sababi respublika miqyosida soliq organlarida xizmat qilib kelayotgan 100 ga yaqin yoshlar bir joyda, ya'ni o'sha Samarqand shahrida jamlandik. Bu albatta davlat tomonidan, tizim tomonidan biz yoshlarga qaratilayotgan e'tiborda bu haqiqiy namuna sifatida namoyon bo'ldi. Bu forumda birinchi kun respublika bo'yicha yig'ilgan yosh soliq organlari xodimi bilis tanishuv qismi bo'ldi. Ya'ni har bitta soliqchi soliq organiga kelishining sababi va kelgusida 5 yillik rejalari haqida hamma o'zini tanishtirib o'tdi. Forumda ikkinchi kunda o'sha biz yoshlar asosan startap g'oyalarimiz bilan hududiy jamoalar qatnashdik. Bu ikkinchi kuni eng qiziqarli bo'ldi. Sababi respublika bo'yicha yig'ilgan hamma yosh soliqchilar o'zlarini tajribalaridan kelib chiqib ilg'or g'oyalarni taklif etishdi. Bu albatta taklif g'oyalarimizni ijobiy qabul qilishdi. Bu forumda biz yangi g'oya, yangi bilimlarni egasi bo'ldik. Albatta bu forumlar o'tkazilishi bu biz uchun yuksak mas'uliyat, yanada bizga ishonch, shijoat bag'ishlaydi. Sababi u yerda olgan bilimlarimizni kelgusida amaliyotda taqdirlash marosimi o'tkazildi va bu taqdirlash marosimida men 10 kunga Moskva shahrida malaka oshirishga vaucher sohibi bo'ldim. Albatta bu forumda tashkillashtirilgan soliq qo'mitamiz rahbariyatiga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Bizga juda ham yuksak ishonch berdi. Albatta bu ishonchni oqlaymiz.